Kitob qalb ozuqasi, ma'naviyat chirog'i. Kitob insonning fikrlash doirasini kengaytiradi, dunyo qarashini boyitadi, ma'naviy komillik sari yetaklaydi. Yurtimizda kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida kitobga bo'lgan muhabbat uyg'otish, ma'rifat va ma'naviyat bayrog'ini baland tutishni ilgari suruvchi haftalik ko'tarinki kayfiyatda davom etyapti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-2025 yillardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va uni qo'llab-quvvatlash milliy dasturining 781-sonli qarorini ijrosini ta'minlash maqsadida kitob haftaligi o'tkazilmoqda. Bu kitob haftaligini bir hafta mobaynida o'tkazamiz. Kitob haftaligini o'tkazishdan maqsad keng kitobxonlikni targ'ib qilish, kitobxonlar konferensiyalari, adabiy kechalar, adabiy ertaliklar o'tkazishni rejalashtirganmiz. O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida 5-Respublika kitobxonlik haftaligi barcha ma'rifatparvar insonlar uchun bilim va ilhom manbai bo'ldi. Mashhur yozuvchi va shoirlar, adabiy jamoalar ishtirokida ijodiy uchrashuvlar, kitob va bilim ishqibozlari uchun viktorinalar, yoshlar o'rtasida qizg'in muhokamalarga boy davra suhbatlari, zakovat kabi intellektual o'yinlar orqali zehn va bilim sinovlari, yangi nashrlar, taniqli adabiyotlar va kitoblardan iborat ko'rgazmalar, ilhom baxsh etuvchi ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, taqdimotlar, kitoblar tanituvi kabi faoliyatlar tashkil etildi. Darhaqiqat kitob insonni ma'naviyatga yetaklovchi eng kuchli vosita ekan. Buni o'zimiz chuqur anglagan holda, ma'nan his qilgan holda o'zimiz va o'sib kelayotgan yosh avlodga kitob o'qigan insonning bilim saviyasi yuqori bo'lishini, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi va kelajakdagi har qanday to'siqlardan xijolatsiz chiqib ketishiga yo'l topila olishini tushuntira olishimiz kerak. O'tkaziladigan tadbirlarimizni barchasi, yangi kitob loyihalarimiz, turli ma'naviy ma'rifiy tadbirlar, madaniy tadbirlar va kitob taqdimotlar albatta yosh avlodni kitobga muhabbatini oshirishda xizmat qilishiga ishonaman. Prezidentimiz aytib o'tganlaridek, kitob o'qigan yoshlar ertaga kompyuter, televizor, telefon o'ynab o'tirgan yoshlarni boshqaradi. Darhaqiqat hozir yoshlarni yoshligidan kitob targ'ibotiga, kitob mutolaasiga yo'naltirib yuborsak, ularga to'g'ri yo'nalish bersak, ertaga kelajagimiz shunaqa bilimli yoshlarni qo'lida yanada yuksak marralarga erishadi deb o'ylayman. Biz kutubxonachilarning asosiy maqsadimiz yoshlarni kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, ularni kitobga bo'lgan mehrini rivoj toptirish asosiy maqsadlarimizdan biri. Bunday ma'naviy haftaliklar bugungi kunda internet va raqamli dunyo qarshisida yoshlarning qalbiga ma'rifat urug'ini sochishda muhim omil hisoblanadi. Haftalikda faol ishtirok etish orqali nafaqat bilim olish, balki yangi do'stlar, ijodiy muhit va kitoblar dunyosida boy ma'naviy xazinalarga ham ega bo'lasiz. Haftalik yurtimiz bo'ylab davom etmoqda.